Qarshiylarda kecha ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan Diplomat 6/3. Kecha bu yo'lli turbalari nega bu ahvolga tushganini so'raganimda hamma har xil fikr bildirdi. Hozir shuni sabablariga to'xtalib o'tamiz. Kecha kommentariyada hamma har xil fikr bildirdi. Kimdir artizan suvdan foydalangansiz, yana kimdir yo'l qaynab ketgan, yana kimdir sifatsiz mahsulotdan foydalangansiz. Bugun istoriyamda o'zim uyimga qo'yilgan yo'lni joylab o'tdim. 8 yildan beri ishlayapti. Hali lekin bitta pretenziya yo'q bo'lmasa, bitta muammoli joyi tug'ilgani yo'q. Yo'ldan agar to'g'ri foydalansanglar, bitta yo'l sizlarga 20 yil, 25 yil, balki 30 yil ham xizmat qilib berishi mumkin. Bu yo'lda birinchi to'xtaladigan narsamiz, aytib o'tishibdi, artizan suvdan foydalangansiz. Yo'q, bu yo'l Toshkent shahrini Shofayz degan joydan yechildi. U yerda artizan suvdan foydalanmaydi. Agar Toshkent oblastidagilar artizan suvdan foydalanadigan bo'lsanglar, yodingizda bo'lsa, mana bunaqa ichiga achchiq tosh to'ldirilgan filtr. Suvni papitkasiga shu filtrdan foydalansanglar, artizan suvdan foydalanayotganingizda maqsadga muvofiq bo'ladi. Yo'l ichiga kirayotgan nakiplarni oldini oladi. Demak, bu yo'limizni tekshirishiga artizan suvini umuman aloqasi yo'q. Yana kimdir dimoxoddan noto'g'ri foydalangansiz degan, dimoxoddan noto'g'ri foydalansa, tiyaga bo'lmasa dimoxodni garelka o'chib qoladi. Shuni bilib olinglar. Dimoxod yaxshi tortmagandan keyin garelka o'chadi. Yo'q bo'lmasa kondensat beradigan bo'lsa, kondensat hech qachon turbani chiritmaydi. U yonidagi listlarni chiritishi mumkin. Endi ikkinchi to'xtaladigan narsamiz bu avtopapiklarning yoqib qolib ketganligi. Bu degani suvni dalibga qiladigan kran oxirigacha yopilmasligi. Sistema ishlab turganda postoyanniy muzday suv kirib turadigan bo'lsa, xuddi shu holat yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun yo'l o'rnatib bo'lgandan keyin papitkalarga ham e'tibor beramiz. Keyin yo'lning ichidan issiq suv olib ishlatish mumkin emas. Agar issiq suv olib ishlatadigan bo'lsangiz, tagidagi turbalarga xuddi yana shunaqa nakib to'lib qolishi mumkin. Uchinchi sababga to'xtaladigan bo'lsak, uchinchi sabablardan bittasi yo'lni doimiy ravishda dalivga qilib turish. Bu degani sistemani doimiy suv bilan to'lg'izib turish. Sistema qachon to'lg'izilinadi? Yo'lni yoqmasdan oldin kuz mavsumida suv to'lg'izib turib, keyin yo'lni yoqib ishga tushirasiz. Uni doimiy ravishda to'lg'izib turish shart emas. To'rtinchi asosiy sabablardan bittasi yo'lni joyiga borib ko'rganimda pol avtomat garelka bilan qo'yilgan edi. Hozir bilayotgan bo'lsangiz, Toshkent shahrida juda ko'p gazi davleniyasi chiqib tushyapti. Kechki paytli gazi davleniyasi baland bo'lib ketganini hisobiga yo'l qaynagan va rashirtining bachokdagi suv kamayish natijasida sistemada suv aylanmagan. Shuni hisobiga yo'lni ichida suv qaynayverib, tagidagi turbalar nakibga to'lgan va garelkani gradusi baland bo'lganligini hisobiga turba qizib chirishni boshlagan. Men sizlarga tavsiya qiladigan narsam pol avtomat yoki prostoy garelkadan ko'ra avtomat garelkadan foydalanishingizni maslahat beraman. Bu avtomat garelkaning afzalli tomoni, buni gradusning datchigi bor. Siz belgilab qo'ygan gradusda o'chib yonish xususiyatiga ega. Belgilab qo'ygan gradusingizda o'chib yonishi sizga bitta plyusingiz bo'lsa, ikkinchisi gazdan ancha sizga cho'mchagingizga tejamkorlikni olib keladi.